vaqtiki quloqni kar qiluvchi ovoz kelsa, u kunda aka ukalar bir-biridan qochadi, ota-onasidan qochadi. Bu oyatlar bizga yetarli. Hech kim bizga yordam bera olmaydi. Faqat payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bizni o'sha shafoatlarga oladi. Shuning uchun Rasulullohga oshiq bo'lib yashash kerak. Ota-onamizni tug'ilgan kunlari esimizdan chiqsin. Opaxona enalarimizni tug'ilgan kunlari esdan chiqsin. Amma xolalarimizni, farzandlarimizni tug'ilgan kunlari esimizdan chiqsin. Lekin Rasulullohda tug'ilgan kunlari, muborak oylari, u zotning avlodlari, zavjalari, u zotga ergashgan hamma sahobalarni, tobiinlarni, tabiinlarning hayotlarini o'rgansak, xalifalarning yo'lini o'rgansak, albatta biz qiyomat kunida ana shunday zotlar bilan sog'inib yurgan zotlarimiz bilan uchrashib, murod maqsadimizga yetamiz inshaalloh.